Assalomu alaykum. Biz sokin suv bo'yiga keldik. Sizga nonushtamizni videoga oldik. Gazni idishidan olib shu on yog' quyildi qozon tomon. Kartoshka to'g'raldi, taqir-tuqur, yog'ga tushganda shaqir-shuqur. Unga rahm qilmaymiz, qizarmaguncha qo'ymaymiz. Piyoz aylanibdi har tomon, u pichoqqa tushdi yomon. Piyoz biqinidan pichoq yedi. Bir paytlar o'ynab yurgan edi. To'g'rab olingan piyozni qozonga solamiz. Tepasida turib uni qizarishini kutib qolamiz. 2 dona bolgarskiy to'g'rab yuvamiz, so'ng piyozni yoniga quvamiz. Zerikib qolgan pomidor yig'lab keldi oldimga, pichoq tiqin qordimga. Yig'lashiga chida olmadim, uni qiynab tura olmadim. Do'stlarim oldiga tushishmaz edi. Tuz, kashnich ham bering dedi. Kartoshka chetda zerikib yugurib kelib oldi. Kalla tashab qozonga ham tushib oldi. Bu taomning asosi tuxumdir eng a'losi. 6 dona soldim, ana endi keldi ma'nosi. Rangi chiroyli bo'lsin deb zeli esdan chiqmasin, shu video ham bitta layksiz qolmasin. Qaymoq nonushtaning jonidir, xuddi kerakli doridir. O'zim boshlab berdim, mazza qilib yedim. Sheriklar esdan chiqmadi, ovqat vol ketmadi. Mazasiga shubha bo'lsa, mana o'zlaridan eshiting. Mazasi qalay bo'pti? Bomba!